Jiga Li7 bosib o'rasmi deyman-da. Rosa niyat qilgan ekansiz, haydayman deb. Men sizga cho'tki qilib obzor tayyorlab qo'yganman. Даже iPhone trenddan qolmayman deb, iPhone'ning rangini ham apelsin qilib chiqaryapti. Liga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Rangi ko'ryapsizlar, birinchi bo'lib Lilada mana shu rang chiqishni boshladi, undan keyin qolganlari trend bo'ldi. Sizlarga nima kerak? Qanaqa navorot kerak? Mana misol uchun двойной monitor, rulli ko'rinishi va shu ideal. Undan tashqari o'zida tablosi bor. Boshqa ma'lum chiqish narsa kerak emas. Qochakamga niyat qilgan bo'lsangiz, bitta bosib o'rasizmi deyman-da. Bu apparat elektrichkada 240 km bosib o'tadi, umumiy hisobda 1200 km. Li7 Do Restyling 2025-yil versiya. Men sizlarga hozir farqini tushuntirib beraman. Restyling va Do Restyling. Agarda restylingini oladigan bo'lsanglar, lidari ixchamroq va kichkinroq qilib ishlangan. Do restylingda lidari kattaroq bo'ladi va diskasiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, guli sal boshqacharoq bo'ladi. Shundan farqlab olsanglar bo'ladi. Bozor qilganingizdan keyin hammasi mana shu bagajga sig'ib ketadi. Chunki bemalol joy bor bu yerda. Даже ikkita katta 100 kilolik qo'yni ham sig'dirib olsangiz bo'ladi menimcha. Li7larni hozirgi kunda bozorda 59000 atrofida sotishyapti. Biza Ford avto jamoasi 58800 ga narxini tushirib qo'ydi. Xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga bonuslarimiz zaryadka, sizga podushka, undan tashqari poliklarni qo'shib beramiz. Agar yana sizga to'liq ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Ford avtoga obuna bo'lib qo'ying, bizani kuzatib borib, like bosing va bemalol avto salonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.